Ozodga Andijonda shartda vahshiysi, mana bu narsani ichdigini hozir boshing bilan urib sindirasan, ukam. Nima bor o'zi? Men qilmayman, aka, bu shart. Nima qilmaysan? Yoriladi boshim, men sevib boraman. Hech nima qilmaydi. Aka, bu yomon, boshim yoriladi. Tamam, karilumi deng, liboylumi deng. Mana liboy, bos. Chesni bo'lyapti emas? 100 Nima deysan? Вообще yo'q, yo ochiq o'g'il bola gap, aka. Yapasni. Yo, chesnimi? Chesni. O'zingiz qilmaysiz-ku mana shu narsani. Ukajonim, shartni men beryapman. Bajarish sandan. Yo, hech bo'lmadi. Bo'l, keyingi viloyatda yoraman. O'zi qayerga uradi, texnikasi yo'qmi? Asosan mana Mamit ko'riladi, ukam. Boshimga kirib qolsa shisha. Ya, kirmaydi, ukam, davay. Aka, sinmaydi. Rosa sinmaydi. Ketdi. Baqirib qoldim. Ukam ketib bitdi, dakansa. Tang. Aka sinmaydi. Kuldirib tursin. Qiynash mashqa bo'ladi. O'rtasi emas-da. Bunday qolsan-u, Mamitini qilib ko'rgan. To'g'ri bo'ldi aka. Miyamni g'ing'illab ketdi aka. Gastizadan talinka olib chiqishibdi. Qimmat talinka turadi bu gastizada. Sinmaydi bu. O'zlaricha sinsa Mamit kir bo'lmasin deb plastinani solib qo'yibdilar yerga. Bor kuchim bilan uraman oxirigacha. Oruvda bitta gap. Ozod Andijonda shartni bajarolmadi. Ha, bajara olmadim, qiynadingiz. Ertaga Farg'onada shart beraman. Ukajonim, qilib bo'lmaydi bu shartni demaysiz. Men maza qilib bo'ldim. Mashinasini yozinglar, shartni, aniq bo'lib qolsinlar bu kam. Aytaman shu shart.